Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa akalar, Arzonchi akamiz Nazarbek akamizni oldilariga keldik. Nazarbek akamiz xudo xolasa akalar to'q bo'g'oz qo'ylarni udalaridan, sifatlilaridan, arzonlaridan yana olib kelibdilar. Akalar, hozir biz sizlarga bularni to'liq soni, necha oylik bo'g'ozligi, narx-navosi, yeb-ichishi, sog'lig'i, xudo xolasa to'liq ma'lumotini aytib, tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek podpishka qilib, layklarni bosib, gumillatib turasizlar akalar. Mana ko'rib olamiz. Qo'ylar haqiqatdan akalar o'zi erta indin tug'aman, erta indin qo'zilayman deb turganlar nasib bo'lsa akalar turibdi ichida. Mana ko'rib olamiz akalar. Nasib bo'lsa hozir bilan sonli ishda, necha kishili qo'ylar akalar, yeb-ichishlari qanaqa? To'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bir boshdan akalar boshlaymiz. Sizlardan biridan like ni bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Arzonchi aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Alhamdulillah, yaxshimisiz? Sizlar zo'rmi aka, charchaysizmi? Yo'la, o'zingiz yaxshimisiz? Sizni obunachilar so'rayapti-ku har kuni. Obunachilar aka shu o'tgan safar keldi, 2 parcha to'g'ri chiqardik. Aha. Sotilib ketdi. O'shalarda aka shunaqa zotidan, onasidan ko'rsating degan obunachilarga. Aha. Mana shu o'tgan safar to'g'rilarda aka zotidan shu onasidan kelgan, Tojikistondan bo'lib kelgan. Hammasi bir Qur'on aka. Aka 10 kiloda sirg'a so'rilgan. Endi aka bu qo'la dehqonchilikda boshqa cho'palar qo'shilib ketsa, sirg'asidan farq qiladi aka. Ayirib o'sha uchun aka hammasi bir Qur'onniki, hammasi kashtan aka. Obunachilar oldida aka qo'y qilsa baraka topadigan qo'yda. Bular endi to'q bo'g'ozda, hozir to'q bo'g'oz aka, yelin qilib qolgan. To'q aka 3 oylik bo'g'oz qo'y. Gap. Bir ikkitalar aka ko'rsa o'zi etdandan qo'zilayman deb turganga o'xshaydi, hamda osilib qolgan. Aka har doimgidek o'zi aka bizni bilasiz aka, avgust oyida qo'shib qo'yiladi. Aka 3 oylik bo'lgan, xudo xolasa 2 oydan keyin qo'zilab boshlaydi. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar 2 oydan keyin qo'zilashni boshlayotgan 3 oylik bo'g'oz bemalol aytsak bu ekan. Aka bundayda, men bilasiz aka, ko'p obunachilar Arzonchi Nazarbek deganimizga arzonchi emas, qimmat sotadiganlar 2 kun oldin aka to'g'ri chiqarimizga 2 parcha 150 ta. O'shalar aka sotilib ketgani uchun bular qo'yilyapti aka. Meni bilasiz aka, shu syomkalaringizni haftada 1-2 marta ko'rinib turmasam bo'lmaydi aka. Arzon qo'yaman, arzon sotaman, bilasiz aka. Gap yo'q. Endi bu mashhurlik tarkim ham qila olmaydi aka. Masalan aka to'g'ri qo'ydi chiqaryapti aka bir xillari. Ismini o'zgartirdi. Aka Nazarbekmi, Nazarbekda bo'ladi bunday zo'r. Bular necha kishili qo'ylar aka o'zi? 4-6 kishi aka. Chori qo'y panji qo'y. Shtukdan qarisi yo'qmi aka? Yo'q aka, hammasi sadaftish butun turibdi aka. Endi aka bizni 12 viloyatdan kuzatishadi. Asosan mendan ko'ra sizni muxlislaringiz juda ko'p. Arzon berganingiz uchun, sifatli qo'y chiqarganingiz uchun. Shuning uchun ertanda obunachilarimiz xudo xolasa kelib xarak bo'lmaydi. Hammasi yosh qo'ylar, ha? Hammasi 4-6 bo'g'oz, 3 oylik to'liq yetib bo'g'oz. Xudo xolasa aka obunachilar bir yaxshi narsa, yaxshi sho'y qilaman deyishlar, tavsiya qilib qolamiz aka. Endi aka obunachilar kommentariyani ham farqi negativ yozamiz aka, hammasi kashdan. Negativ yozadigan qo'y emas bu. O'zingizdan bilib turibsiz ko'rib. Syomkalaringizda kamdan-kam ko'rinadigan qo'yda bu qo'y. Gap aka. Son nechta deysiz? Son aka 52 bosh. Bitta shu minus tomoni 52 ta kamgina ekan, ko'p hammaga yetmay ekanda. Shunda aka xohlasin obunachilar bir pulini dollar qilam, so'm qilam taqlab turgan bo'lsa, bir qo'y bir joyga olib qo'ysin, xohlasin aka qizig'i 10 ta 15 ta bo'lsa ham ketaveradi bir chetda. 5 taga ham berib yuboramiz. Qizig'i yo'q aka. Qizig'i yo'q, nasib bo'lsa akalar, mana aka. Qo'y qilaman deydigan odam shuni olaversin, nasib bo'lsa. Aka qarang, o'zi jonivorlar endi bilasiz, men chorvoqqa yuribman, shu tarbiya qilyapman shularni. Hammasi dumbasi tikka, poychasi tekis. Shunday dumbasi sholpi, chizig'i bor yoki bir ichida qashqasi bor, ko'ki bor, qo'y yo'q, oqi bor, qo'y yo'q. Hammasi qora kashdan, qirig'idan, tozasidan aka. Gap bu mana aka. Qarang aka, nima tikoni bor desam aka, paxta poyada, o'zim paxta poyam bor aka. Paxta poyada o'lib yuribdi aka jonivorlar. Lekin eti ham ishqib ancha baquvvatroq. Endi aka bu qo'ylarni yaxshi joyga boqib, yaxshi bir nima qilmasa o'zgartirib bo'lmaydi buni aka. Bu holatga. Bular aka endi jonivorlarni bo'y bastiga kelsak ham aka 80, 85, 90 ga chiqib qoladi. 80 dan 90 gacha olaversin. Bunda aka 70, 75 lik jaydari emas bu aka. Meni to'g'rilarim ham 80 dan kam chiqmagan aka. Chiqargan so'nglar. Bular aka, ular onasi zotidan 80, 85, 90 ga chiqib qoladi aka. Havotirni olaversin. Mana aka. Yeb-ichlarida muammo yo'q, ha? Javob aka o'zimni ko'raman deb.
Buni endi aka narxini necha pul qilib beraman deyapsiz? Bir chiroyli narx ayting. Har doimgidek Aka yana bitta narsa esimizdan chiqdi. Xo'p. Ikkinchi partiyamizdan bu qo'ylar davom bor aka. Ko'rsatib qo'yamiz uni o'rnashlar aytib qo'ying. Bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rib kuzatsa, narxlarni xudo xohlasa chiroyli qilamiz. Xo'p. Obunachish baraka to'g'ri qilib qo'yamiz aka. Xo'p, buni narxini necha pul qilamiz endi? Narxini aka syomkalarda kuzatyapman. Endi o'zim bozor chiqmayman aka, bilasiz. Uyda aka syomka sotaman. Qo'ylarim kuzatuvni qilaman. Aka Surxondaryoda vodiyda bunaqa qo'ylar aka 6 million 6,5 gacha 7 milliongacha qo'yapti. Meni bilasiz aka, arzonchi degan nomim bor. Qimmatbaho kerak emas, osmonbaho. Maqsad sotish, obunachilar qo'y tubaga gisarski sori qo'ylar ko'paytirursin aka. Oxirgi narxini bitta narx aytib qo'yib mazza qiladi aka. Xo'p. 5 million 200 million 12 million dastavkasi bor. Bir joyga oluvchilar bo'lsa, keyin aka yana bitta gap eslatib qo'yay. Bir chetidan 10-15 ta sotilyapti. Tanlab olishga aka buning ichidan 6 ga ham 6,5 ga berilmaydi aka. Ana shunaqa zo'rlari bor aka. Zo'rlari bor. To'g'ri, tamom. Shuni eslatib qo'ying aka. Ko'p obunachilar kelib, masalan 5 million 200 aka tanlab olaylik, sizda qo'y ko'p ekan. Aka buni mehnatini o'zi bo'lmaydi aka. Tosh to'qartirib buni mehnat qilgan. Endi arzonchi aka, siz doimiy kuzatuvchingiz bilan bir 5-6 oydan beri, 1 yildan beri sizni kuzataman desa 5 million 200 dan ham ozgina xayriya ham o'tib beraveramiz, ha? Aka, aloqaga chiqsin aka, endi shu molni xayri bo'ladi, nimasi bo'ladi, dastavka nima kelishib olamiz o'zimiz aka. Gap yo'q. Akalar xudo xolasa 5 million 200 ming so'mdan. Aka, obunachilar telefon qilib, aka, dastavka bormi deydi-da. Aka, mashinada 4 ta bolani yursa bo'ldi aka. Yetkizaman shu. Mashin boradigan joy yo'l bo'lsa bo'ldi, boradi aka. Ishi bo'lmasin. Gap yo'q. Shunda aka, kelmayman, yo'l uzoq desam aka, kartam bor, zaklatda aylanib bo'lib ketadi aka. Mana akalar. Nasib bo'lsa bemalol telefon qilib savdosini qo'ysanglar bo'ladi. Endigi navbat ikkinchi partiya qo'ylarimiz.